Alo doktor, o'g'ilchani xatna qildirish kerak edi. O'sha uy kelib xatna qilib bera olasizmi? Bu bola doktorxonadan, doktorlardan rosa ham qo'rqatdi. Shu uy kelib xatna qilib bering, maylimi? Bo'l. 5 minut aqlim. Bolani bulbulni Telegramdan rasmga olib yuboring, lokatiyani yuborib qo'ying, xatnasini qilib beramiz. Qaysi holatlarda uyga borib xatna qilishni biz tavsiya beramiz? Avgust sentabrgacha shuni nima qilib turinglar. Birinchidan, bola doktorlardan qo'rqib qolgan bo'lsa. Bu yoqqa olib kelishganda shu urtib bilan baqir-chaqir bo'ladi, uyda o'zini spokойный his qiladi. Ikkinchidan, erkatoy bolalar deymiz. Hech nimaga ko'nmaydigan bola, kirmasdan baqir-chaqir urtib bilan boshlanadigan bola hech nima bilan ko'ndira olmaysiz. Uchinchidan, buni aytamizki, ota-onalar udobstosi. Hamma yoqni pul bosib ketdi. Uyimni yerto'lasida ham pul, tomga chiqsam ham pul. Doktor o'zingiz qilib keta olmaysizmi deydigan ota-onalarga bizda bunaqa sharoit ham bor. Agarda siz farzandingizni uy sharoitida oldida ishtirok etib, xatnasida qonsiz, bog'lovsiz, igna ukolsiz, zamonaviy usullar xatnasini o'tkazishni xohlayotgan bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga murojaat qilinglar. Bizga faqatgina bitta отдельный xona sharoit kerak bo'ladi. Qolgan instrumentlarimizni hamma kerakli narsalarni o'zimiz bilan olib olamiz. Shunchaki shu yonida qarab turishga yoki endi dalda bo'lib turishga adasimi, amakisimi kimdir bo'lib tursa bo'ldi bizga. Sog' ol, sizlar.